Bugungi kunda shov bo'lib ketgan tema o'sha Asxab Tamayevning temasi O'zbekistonga vizov tashadi va O'zbekistondan faqatgina Major Motors asoschisi Fayzulla akamiz qabul qildi. Assalomu alaykum. Bugun bitta ikkita savollarga nuqta qo'yamiz. Brat, haqiqatdan ham bergan vizoviga sizlar javob berdilaringiz. Ular bilan gaplashib oldilaringizmi? Aloqaga chiqishdimi? Da. Menejerlar aloqaga chiqdi. Yo'l ko'rganingizda ko'zingizning oldiga ham telefon qilishdi. Gaplashdik. Xudo xolasi nasib bo'lsa kelayotgan nimasi bor ekan. Ya'ni kelmoqchi. Da. Bu hech qanaqa fake gaplashilgan temalar emas. 100% inshaalloh keladi va o'sha poyga bo'lib o'tadi. Nasib. Instagramga joylagan videoyingiz juda mashhur bo'lib ketdi. Ko'pchilik podpischilarimiz, vatandoshlarimiz yozyaptiki, Asxab Tamayevning puli ko'p, kelib masalan katta pul taklif qilsa, atayin yutqazish, mashinangizni sotib olaman, qanaqadir mukofot beraman desa, atayin yutqazasizlarmi? Shunaqa savol ko'p bo'lyapti. O'z vatanimizni sotgandek bo'lamizda bu. Hech qachon. Albatta O'zbekiston shamini hech qanaqa pulga sotib bo'lmaydi. Va undan tashqari mashinalarning farqini aytyaptilar. Ularning mashina qimmat, sizlarniki arzonroq mashina. Bu qanday bo'ladi buni hisob kitobi? Endi qarangda, hozir bugungi kunda Samarqandda ko'p kishi paydo bo'ldi. Kimlar mana vlojit qilamiz. Davay krutoy mashina olib kelaylik, boshqa qilaylik. Sharoit bor mashina olishga. Aytgan mashinasini ola olamiz. Ammo uniki bunaqa yurib bermasa, Golf ofitsial O'zbekiston chempion. 2023-yil ofitsial chempion O'zbekistonda Golf. Ya'ni Golfga sizlar 100% aminsizlarki, o'z ishini bajarib beradi. Da. Xo'p, Tamayevning o'sha menejerlardan gaplashibsiz Rossiya bilan. Ular kelmoqchimi o'zi? Endi hozir bilmayman. Haqqoni menejerlarimiz ko'p kishi yozyapti. Haqiqatan mana hozir ko'rganingizda telefon qilyapti, unisi bunisi. Konkretni hali bitta yozishdik, gaplashdik, ular ssenariy tashlaymiz dedim, yo'q, bu ssenariy bo'yicha hech narsa qilmaymiz. Kelgandan keyin realni gonka bo'ladi deb men bularga atvet berdim. Ammo konkretni hali bitta xulosa kelgani yo'q ular ham. Lekin kelmoqchi. 100%. Sanasi ham aniq emas. Qaysi sanada kelishlari. Mobodo yutqazib qo'ysakchi. Lavzimizga turib beramiz. Moshin beriladi, ketdi. Lekin hech qanaqa pulga atayin yutqazish yo'q. Hammasi haqqi halol, chesni gonka bo'ladi. Da. Tamayev ochiqdan ochiq chiqib O'zbekiston va Tojikiston va SNG davlatlariga vizov tashadi. O'zbekistondan to'g'ridan-to'g'ri vizovni siz qabul qildingiz. Men ko'rdim videolaringizni, bitta emas, ikkita, uchta video ko'rdim. Toshkentlik bratanlar ham qabul qilishdi, keyin отказ qilishdi, bu gaplar bo'lib отказ qilishdi, lekin siz oxirgacha turib berib ketasiz. Nasib bo'lsa. Ya'ni aytgan gapdan qaytish yo'q. U bola keladi, lekin kelmoqchi aniq u. Biz ham nastroyni ketdik. Nastroyni, xudo xolasa zo'r bo'ladi. Va homiylar masalasida, ya'ni ko'pchilik eshitishimcha sizga telefon qilib homiylik qilmoqchi biza, mashinaga reklamalar urmoqchi biza turib beramiz, pul kerak bo'lsa pul beramiz deb takliflar bo'lyapti ekan. Ha, juda ham ko'p telefon bo'ldi.